onasi emsin va nihoyat qishlog'imga yetib keldim. Juda ham charchab ketdim. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doim kerak mana shu Karifmaningina videolarimga xush kelibsiz. Bo'ladi. Xullas, jigarlar. Xullas kelam hozir men nimasi bo'ladi? Shahardan kelyapman. To'g'ri, shahar sizlarga yaqin deganlar uchun yo'q bo'ldi. 5 ta shahardan kelyapman. 5 ta shahar, Daryodagi shahardan 6-shahar bo'lib, juda ham charchab ketdim to'g'risini aytsam. Lekin bo'laman Porsche tezroq yuradi. Shuning uchun tez keldim bola. Qaranglar. Вообще voy mazza. Voy. Sekin, bratanim. Urmagan sizni. Tag'in sizni urmasam bilasizmi? Bilasizmi nima bo'laman? Просто tak kotlet bo'laman. Kotletni boshqacha versiyasi, mayli, nicho. Navbatda bo'la tezda sizlar videoga tezda like bosib, tezda kanalga tez obunachilashga sabab bo'ldi. Men bilasammi nima? Tezroq mingtadan oshirib obunachilarni to'plab tashlashim shart bo'ldi. Sizlar obuna bo'lmasizlar, men qatdan to'playman. Shuning uchun davay bo'la bitta yordam qilaylik. Bitta obuna bosib tashlaylik. Ranoshkaga axir bo'la moshina olishga yordam beringlar. Menga bitta obunani aymaylar endi bo'la. Mayli, xullas merning yoniga borib endi o'zingni berdan xabar olib kelamiz. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, kirib yaxshimisan? Esan qilib yaxshimisan? Yaxshi sekin mer, nima edi? Xullas bittasi bor. Ya mer, men ish qilmayman. O'zi hozir oyog'imda zo'rg'atdan turibman. Qancha desang beraman. Xullas bugun qishlog'imga juda ham taniqli bo'lgan basketbolchilar kelyapti. Shunga nima qilayman? Nima yaxshi emasmi? Yaxshi albatta, sababi qishlog'imiz tanilyapti. O'shanda shuning uchun voleybol stadion qurishing kerak. Voleybol stadion mayli pulni kelsa qurib beraman. Davay tez boshla. Xo'p, mana ekan narsalar juda ham yaxshi. Men qatdan quray. Xohlagan joyingdan kattaroq bo'lsa bo'ldi. Mayli, lekin juda ham charchagandimda. Endi nima qilasan, baribir mer bering meni. Mayli, mer. Voy, juda ham charchagan paytda amali bo'layin desa, o'zgina mana bu bratamning uyiga kirib kofe ichsam. Ayyo, mayli. Qanaqa uy bolalar, kafega kirib kofe ichib olmoqchi edim, lekin amali bo'ladi, kofe kerak emas hozircha. Sabab bilasizlarmi bola, agar odam kofega o'rganib qolsa, ichmasa yura olmaydi. Agarda kofega o'rganib qolsa, juda ham yomon bo'ladi. Boshi og'riq bo'lasizlar. Agarda bir kun ichmasalar bo'ldi, boshi og'riydi. Lekin men shunaqaman, Minecraft emas, lekin real hayotda shunaqaman. Agarda kofe ichsam boshim og'riydi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lyaptimi? Albatta, o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar bo'ladi. Unaqa bo'lsa, все, aytgancha bo'ladi. Sizga bitta cho'tka savol niyati bor. Sizlar maktabda qaysi vaqtda o'qiysizlar? Tongda yoki tushlikda? Qaysi? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Masalan, men bola tongda o'qiyman. Bu menga juda ham yoqadi. Sababi tushlikdan keyin video olaman. Mazza qilib qo'lasiz shunaqa gaplar bo'ladi. Internet albatta bilasizlar. Harakat nima qilyapman? Xolos bo'la eng birinchi bo'lib o'zimni poz ishimni qilishim kerak. Undan keyin esa ardim aytaman va shundan keyin aytib kelaman. Birinchi poz ishimda, undan keyin qolgan ishlar bo'ladi. Lekin pidirlatib tashlaysiz, tezroq unaqa o'ppana va o'ppana bo'ladi. Tezroq tozalab tashlaysiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi bo'ladi kattadan stadion qurish kerak va men o'zi aytdiki, juda ham taniqli basketbolchiga keladi dedi. Shuning uchun bola cho'tga qilib tezroq qurishimiz kerak. Albatta kuttirib qo'ymaslik kerak. Sababi bunaqa taniqli insonlar, masalan bola basketbolchilarda kim bor? Men bilmayman to'g'risini aytsam bola. Basketbolchilarni tanimayman. Agar sizlar taniydigan bo'lsalar, tezda kommentariyaga yozib qo'yinglar-da bola. Men to'g'risini aytsam bilmayman uni men. Men umuman bilmayman bola to'g'risida. Basketbolchilardan bittasini ham bilmayman. Agar sizlar bilsanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Lekin men umuman basketbolga to'g'risini aytsam umuman qiziqmayman. Voleybolga qiziqaman, voleybol emasda. Kimga bajiryapsan? Darmali gaplashaylik, brat. Mayli. Ko'rlam, mana prosta bitta gap bilan yerga qo'ydim. Prosta mayli brat deb qoldim. Men nima ham qilardim? Jitil, xullas kalom, seni ovozingni sotib beraymi? O'xshat. Xullas kalom, yaxshimisan? Qanaqa qilding, kirib? Yo, men prosta shaq ovoz bilan gapira olaman. Bola ko'rdinglarmi? Prosta mazza qilib bordinglar. Tak endi esa mana solamiz-da. Bola qurilish anchomlarimizni olib, bola qurishni boshlaymiz dedi. Xohlagan joydan dedi. Davayda bola tomimiz ustidan qilamiz-mi? Qazlashdim bo'ladida. Degan desa qatidan bola qatidanmish gapni qaranglar. Qayerdan? Davoy bola mana bu yerdan. Вообще mazza shu yerdan quramiz, все bo'ladi. Boshqa hech qanaqa savolda bo'lmasin, shu yerdan quramiz. Tak endi esa mana bu tarafda sekin qurishni boshlash. Stop, yo, bola stop. Menimcha mana mehmonlarni o'tirish kerak, axir bola mehmon o'tirgan joy qolish kerak. Shuning uchun mana ikkinchi qatordan boshlaymiz buni. Agarda nima deyotganim tushunmayotgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Sababi men ham o'zim nima deganimni tushunmadim. Tak unaqa bo'lsa, menimcha shu yetib qolsa kerak. Mana bu taraflarga hakamlarni qo'yamiz va hakamlar ham bo'lsa kerak. Sababi basketbol stadion nima kerak? O'yin
o'ynashayotgan ishni bolani o'ynashmasada menga stadion qurishtirib qo'las bola tushundinglar o'zinglar. Men lekin bola to'g'risini aytsam bugun juda ham chaynalyapman. Sababi bola charchab kelgan paytda shunaqa ish buyurishlari yo'qmaydi menga. Umuman o'z ishlarim kelmayapti, lekin nima zato bola bir tarafdan video uchun juda ham zo'r nima bo'ladi, ideya bo'ladi, juda ham yaxshi bo'ladi. Tak endi esa to'g'rilagan joylarini to'g'rilab chiqishimiz kerak, lekin to'g'rilaydigan joyni o'zi yo'q. Bu esa juda ham yaxshi. Tak endi esa bizga ham bir kerak bo'ladi. Stop bo'la. Menimcha basketbolning stadioni har doim sariq rangda bo'lardi. Ya'ni jigar rang bo'ladi. Jigar rangmidi yo'q, jigar rangmi, sabzi rang bo'ladi. Lekin bu oqdan qalam ham shunda bugun. Mayli bola o'zgacha bo'lsin deganda, to'g'rimi bola o'zgacha bo'lsin deganda merni o'zi ham. Tak endi esa tak mana bu birinchi qora siziqlarini qurib olishimiz kerak bo'ladi. Tak mana bunaqa qilamiz, mana buni tak normali mamcha, tak normali. Tak endi esa oppani qilamiz va bittadan oppani va mana bu tarafga ham mamcha normal chiqyapti bola. Stop bola, yana bitta qator qurishimiz kerak ekan. Mayli, problem emas, bez problem deyshadi. Tak endi esa mana bu yerga oppani qilamiz, tak oppani yana bitta qator va mana bu tarafdan qursa, oppa, voy, harakat shu bola ozgina shu adashamanda bola juda ham ko'p adashaman. Mayli, odamda bo'ladigan holat, unaqa charchab turgan paytda bu bo'lishi aniq edi bola odamda. Lekin kichkina bo'lib qoldim bola. Mayli, buni 05 kelsa juda ham xursand bo'lardim. Mazza qilib kichkina stadionda o'ynashadi. Mayli, necha bola mazza qilmaydik. Uylar ham odam, bizlar ham odam, to'g'rimi? Mazza qilib qatga boramiz. Endi esa mana buni olib tashlaymiz deb, stop bola, menda bitta idea bor. Tak mana bunaqa qilsa, harakat nima qilyapman vafshi. Tilimni ham to'g'risini aytsam, tilimni ham sevib chiqib ketyapti, ili qo'limni ham tili sevib chiqib ketyapti. Ko'rdilar bola, qo'limni ham tili sevib chiqib ketyapti. Gapni yorib bordim bola. Xolos kommentariga kutib, qanaqa kutib bola ko'rdilarmi? Xolos bola kommentariga o'tib Krif, okey, yorvordingiz, bo'ldi, qo'ya qoling deyman, deb qo'yinglar, lekin videodan chiqib ketmaydi. Sababi video juda ham qiziqarli bo'ladi albatta. Sizlarga yoqayotgan video albatta ham o'shani ham kommentariga yozib qo'yinglar. Tak endi esa mana bu yerga mana bunaqa o'qlardan qilamiz. Juda ham yaxshi bo'ladi, juda ham yaxshi. Menimcha normali bo'lyapti. Tak endi esa oppani qaranglar, sanchirishga qaranglar. Bo'lyapti, Toshkent Limanoya deganga o'xshab. Tak endi esa oppani, tak menimcha bo'la Toshkent Limanu bilan bo'lyapti, menimcha normali farqi bor. Boshqa ma'noni bildirardi-yu. Mayli bola, endi ketdi baribir ham. Gapirib qo'ydik. Tak endi oppani qilamiz. Oppa juda ham yaxshi. Tak endi mana buni va mana buni oppana qilib hammasini yaxshilab qo'yib bo'laylik. Lekin mod bilan qilsam juda ham yaxshi bo'lardi, tezroq bo'lardi. Sababi video uje bola 8-minutiga yaqinlashib qoldi. Men esa hali ham stadionni qurib o'tirman. Yetmay qoldi. Voy palakat, mer nima shuni o'ylamaganmi mere? Voy palakat bola. Endi axir bola shuncha odamni orasida merni o'zi nima bo'ladi bilasizlarmi? Prosta bola yuzi yerga qaraydi. Bola juda ham yaxshi bo'lsa, men bizga kerak demoqchi edim, lekin bu yerdan bittasini topdik bola. Vse bola, mana bu yetmay qoldi. Mayli, qoradan qo'yib boramiz, bizga farqi yo'q. Vse bola, normal menimcha. Endi esa tak bu yerdan qanaqa qilamiz endi bola? Oppani qilib, bu yerdan endi o'sha bola nimalarni qurish kerak, ya'ni setkalarni qilish kerak. Tak oppani, voy palakat bor shu. Mayli bola, keyin to'g'rilaymiz. U yerga o'zi e'tibor qaratmay turaylik. Oppa, bu juda ham yaxshi va mana bu yerda mana bunaqa setkalar. Bu setka emas, ya'ni bola basketbolning shunaqa narsasi, nomini bilmadim-ku. Xolos bola, nima desa bo'ladi? Kommentariga yozib qoldiringlar, buni nima deb nomlaymiz? Men buni jingala shosh deb nomlayman. Ayo bola, bo'lmaydi menimcha. Taqab bola qaranglar. Ayo, menimcha o'xshamaydi. Ayo bola, mana bu yerda axir qora oq bo'lganda mana bu qo'yib yuborardim. Mayli, lekin bola bu qora. Shuning uchun endi esa bola mana bu yerga hakamlar o'tiradigan studiyo quramiz, ya'ni sudyalar o'tiradigan joyni. Tak endi esa mana bu yerdan tak sudyalar uchun mana bunaqa qilamiz. Lekin bola ostiga bitta blokni qo'ysak bo'lardi, qora qilib. Endi bola yerda o'tirishmaydi. Mayli bola, zato stol chiqib qo'yamiz. Bo'laveradi bularga. Mehmon axir bular. Bola. Degan hisobbana va mana bilan to'ldirib qo'yaylik. Takoppa juda ham yaxshi. Chota bola, chota bugun shu bilmayman bola kimdir ichirib borganmi? Shu to'g'risini aytsam, hamma narsani xato o'qiyapman. Mayli, endi bola nima ham qilaman deganda, taqdir ekanda bola, taqdirda yozilgan narsa. Deganda esa, normal, har bir harakat bu taqdirga yozilgan narsa bo'lishini bilolmaydilar.
bilmas desa, mana bilmaganman, hozirgina aytyapman. O'zim bilmasdim, просто так, necha bola necha. Normal bo'ldi menimcha, shuncha odam yig'ilsa ham kerak. Davay endi mana bu yerga ozgina stolchiklarni qo'yib boramiz, qiyshiq qilib, ozgina moda bo'ladi bilasizlar, odamlar ko'rish uchun. Lekin bola bittasi kallasiga tetsa, headshot qilib, lekin bo'lmaydi unaqasi. Mayli endi esa mana bularni mana bu yerdan bitta to'ldirib boraylik, tak mod bilan qilaylik shuni. Cho'ti bola yomon erib ketyapman. Tak endi sopana qilib va juda ham yaxshi. Va endi mana bu yerlarni ham olamiz deb oppana qilib to'ldirib olamiz. Undan keyin va mana bu yerni ham oppa va всё, normal bo'lamiz. Tak endi esa mana bu stolchiklarni yaxshilab endi o'rnatib chiqamiz. Tak oppa va menimcha normal chotki bo'ldi. Qaranglar, stadion demayman-u. Bo'laveradi bo'la. Lekin menimcha bitta kelib kechadi ungacha, lekin bola mana qizil bloklar bor edi. Buni nima qilaman? Davay bola bitta idea bor. Mana uni taglariga qo'yamizmi? Bola mavshim menimcha juda ham zo'r idea bo'ladi. Degan so'ppana qilamiz va mana bu atrofni ham shu qizil bloklar bilan o'rasa juda ham surada juda ham zo'r ko'rinadi menimcha. Va endi buni o'rab chiqamiz. Oppa va juda ham yaxshi. Va bola to'g'ri aytsam menda uda chiqdi menimcha. Normal ozgina bo'lsa ham effekt qo'shamiz, tarqib qo'yibdi. Har doimgidek shunaqa harakatlar. Tak endi esa buni qilib yopib qo'yamiz. Menimcha udar bo'ldi, qaranglar, udar chiqdi. Mana bu yer yashil bo'lmadi. O'sha o'zidan o'zi bola to'g'rilanadi Minecraft qoidalari bo'yicha. Undan keyin esa chutki bo'ladi. Tak mer qurib oldim. Va juda ham yaxshi. Xolos mana bu narsalarni solib ketaman. Juda ham yaxshi bo'lsa, juda ham yaxshi. Xolos musor hammasi ketdi. Mayli, hozir kelib qolishadi. Salam tayyorlab tur. Mana o'ynayman. O'ynash bilasanmi? Yo'q, mayli, unda hozir kuzatib o'tirasan. Juda ham yaxshi. Bola o'ynasammikin? Davay bo'lsa yozib qoldirlar kommentariyaga. Nima deysizlar? Shu bolalar bilan men ham basketbol o'ynayman. Birga bir. Davay o'shani desizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar bola. Men agar sizlar o'ynaylar desam o'ynayman. Davay bo'ladi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Degan esa ichkariga kirib qo'las o'tiraman. Bilmayman nima qilaman, xolos mana yerda o'tirib, endi kompyuter ko'rib o'tiraman.